Nimalar deyapsiz o'zi? Undan katta? Yo'q, sizdan ham katta, qo'rqinchliroq. Salom do'stlar, bilasizmi, 20-asrning ikkinchi yarmida yapon xalqi ikkita narsadan qattiq qo'rqishgan: tabiiy ofatlar va radiatsiya. 1954-yilda yaponiyalik rejissyor Tamayuki Tanaka mana shu ikkita qo'rquvni bitta qilib Godzilla nomli maxluqni o'ylab topgan. Hozir bu maxluq butun dunyoga mashhur. Bugun biz Godzillaning ekranlardagi ba'zi ko'rinishlari haqida gaplashamiz. Bu maxluq ilk bor 1954-yilgi filmda paydo bo'lgan, lekin u og'zidan plazmaning o'rniga yonuvchi gaz purkagan. Bo'y esa 50 metr bo'lgan. Bu filmda Godzilla vayronkor maxluq bo'lgan. 2001-yilgi filmda esa u to'liq yovuz personaj bo'lgan. Yovuz Godzillaning bo'yi 55 metr. Yodingizda bo'lsa, Maxluqlar qiroli filmida Mothra Godzillani Ghidora'dan himoyalash uchun jon bergandi. 2001-yilgi filmda esa Mothra Ghidora'ni Godzilladan himoyalagan. Godzilla Mothranı o'ldirgach, Mothraning kuchi Ghidora'ga o'tgan va u yovuz Godzillani yenggan. Xullas, Maxluqlar qiroli filmining teskarisi. Film oxirida esa yovuz Godzillaning yuragi omon qolgan. Kimga qanaqa bilmadim-u, lekin menga 1998-yilgi Godzilla juda yoqadi. Uning bo'yi 70 metr. Kelib chiqishiga ko'ra, u mutatsiyaga uchragan iguana. Uning tana tuzilishi boshqa Godzillalarga umuman o'xshamaydi. U ko'proq dinozavrga o'xshash, lekin dinozavrlar bunchalik katta bo'lishmagan. Lekin bu Godzillani raketalar yordamida o'ldira olishgan. Boshqa Godzillalar bunchalik oson jon berishmaydi. Bu maxluq juda tez yuguradi, juda tez suzadi va juda tez ko'payadi. Agar uning bolalari tirik qolganida aniq dunyoni bosib olishardi. So'nggi sahnada bitta tuxum omon qolgani ko'rsatilgan. Keyinchalik bu tuxumdan yorib chiqqan mittivoyni olim Nick Tatapoulos topib oladi va qo'lga o'rgatadi. Bu filmning ikkinchi qismi chiqmaganligi uchun keyingi voqealar uchun multserial yaratilgan. Bu multserialda mitti Godzilla 90 metrgacha o'sgan va odamlarni boshqa maxluqlardan va o'zga sayyoraliklardan himoyalagan. Filmning o'zida Godzillada atomli nafas ko'rsatilmagan, lekin multserialda bu qobiliyat bor. Demak, filmda u shunchaki kuchini asragan. Negadir o'sha davrda bu maxluq ko'pchilikka yoqmagan. Shu sababli uni Godzilla emas, shunchaki Zilla deb atashni boshlashgan. 2004-yilgi Godzilla so'nggi urush filmida Zilla va haqiqiy Godzilla jang qilishgan. Zilla bu jangda juda tez yutqazgan, chunki uning raqibi 100 metrlik juda katta Godzilla edi. Bu Godzilla eng chidamli va kuchli Godzillalardan biri bo'lgan. Film orasida esa yer sayyorasini bosib olish uchun kelgan Ghidorah bilan jang qilgan. Ghidorah haqida ham video tayyorlashim kerak, lekin buni yangi film chiqqanidan keyin qilaman, chunki filmda yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi mumkin. Do'stlar, bugungi videodagi kinolar va monster olamiga kiruvchi barcha kinolarni ko'rishni istaysizmi? Unda bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizning tavsifidagi kanalga obuna bo'lsangiz barcha kinolarni topishingiz mumkin. Va nihoyat hammamiz sevgan Monsterverse olamidagi Godzillaga ham yetib keldik. Bu Godzilla menga juda yoqadi, chunki u pressga ko'p mashq qiladi. Uning bo'yi 120 metr, yoshi esa 100 milliondan oshgan. Bu shubhasiz eng yoshi katta Godzilla va u ijobiy personaj. U odamlarni himoyalash uchun ko'p ishlar qilgan. Yuqori sifatli kompyuter grafikasi tufayli bunday katta maxluqni tomosha qilish juda yoqimli, lekin u eng katta Godzilla emas. Eng kattasi bu 2017-yilgi animeda ko'rsatilgan Godzilla Earth yoki o'zbek tilida Godzilla Yer degani. Uning bo'yi naq 318 metr. Bu maxluq yer yuzidagi eng mukammal mavjudot hisoblanadi. U Monsterverse'dagi Godzilla kabi mehribon emas. U odamlarni yomon ko'radi. Odamlar uni o'ldirish uchun ko'p harakat qilishgan, lekin unga hech qanday zarar yetkaza olishmagach, sayyoradan qochib ketishgan. Juda kuchli radiatsiya tufayli yerda yashash
ilojsiz bo'lib qolgan. Bu Godzilla hayvonga ham, o'simlikka ham o'xshaydi. Uning atrofidagi o'simliklar esa mutatsiya tufayli Godzillaga o'xshashga harakat qilishadi. Shu sababli bu o'simliklarning yaproqlari juda mustahkam. Godzilla erf shunchalik kuchliki, uni odamlar ham, boshqa maxluqlar ham, hatto o'zga sayyoraliklar ham yenga olishmagan. Lekin kapalak Mothra unga qarshilik qila olgan. 2021-yilda esa boshqa animeda boshqa juda katta Godzilla paydo bo'ldi. Uni Godzilla Ultimata deb atashgan. Bu Godzilla o'zidan qizil kukun chiqaradi. U doim rivojlanib boradi. Avvaliga u baliqqa o'xshagan shaklda edi. Keyinroq suzgichlari yo'qolib, oyoqlari paydo bo'ldi. Uning bo'yi avvaliga 45 metr edi, lekin keyinroq u 100 metrdan balandroq bo'lib o'sdi. Yana bir rivojlanib boruvchi Godzilla bu 2016-yilgi Shin Godzilla. Shin Godzilla so'zi haqiqiy Godzilla degan ma'noni anglatadi. Bu maxluq avvaliga 28 metr edi, lekin keyinchalik uning bo'yi 120 metrgacha o'sdi. Shin Godzilla radiatsiya tufayli paydo bo'lgan mutant. Suvdan endi chiqqanida uni jarohatlash oson edi, lekin kuchli regeneratsiya tufayli uning jarohatlari tez bitadi. Kattaroq bo'lib o'sganidan so'ng esa uning terisini hech nima yorib o'ta olmaydi. Hattoki uning ko'zlari ham o'q o'tkazmaydigan parda bilan qoplangan. Shin Godzillaning atomli nafasi binafsha rangda va juda kuchli lazerga o'xshaydi. Uning nafaqat og'zidan, balki dumidan ham lazer chiqadi. Bundan tashqari Shin Godzillaning belidan ham 20 ga yaqin shunday lazerlar chiqadi. U og'zidan oddiy olov ham purkashi mumkin. Eng kuchlisi Shin Godzillaning evolyutsiyasi. U juda tez kuchayib boradi. Agar uni vaqtida muzlatib qo'yishmaganda, u o'z dumidan 5 metrlik maxluqlarni chiqara boshlardi va dunyoni bosib olardi. Keyin esa hatto uchishni ham o'rganishi mumkin edi. Shin Godzilla yaponlar tomonidan ishlangan eng qo'rqinchli Godzillalardan biri bo'ldi. Yana bir qo'rqinchli Godzilla 2023-yilning oxirida ekran yuzini ko'rdi. Bu Godzilla -1 filmidagi dahshatli maxluq. Uning bo'yi 50 metr 10 sm. Bu Godzilla odamlarni himoyalash yoki dunyoni bosib olish haqida o'ylamaydi. U shunchaki buzg'unchi maxluq. O'zi ancha kichik bo'lsa ham, uning atomli nafasi juda kuchli. U osonlik bilan butun bir shaharni yo'q qilishi mumkin. Bu Godzillani jarohatlash oson, lekin bu jarohatlar shunchalik tez bitadiki, oddiy qurollar bilan uni o'ldirib bo'lmaydi. Aslida Godzilla juda ko'p film va multfilmlarda qatnashgan, lekin biz faqatgina shu 10 ta eng qiziqarli Godzillani tanlab oldik. Endi esa aytingchi, qaysi Godzilla eng kuchlisi? Bahaybat Godzilla erfmi yoki doim rivojlanib boruvchi Shin Godzillami? Juda chaqqon Zillami yoki presi bor Godzilla hammani ezib tashlaydimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozing. Yana bir gap do'stlar, agar 3 ta o'rgimchak odam bitta filmda qatnashgan bo'lsa, qachondir bir nechta Godzilla bitta filmda yoki multfilmda qatnashishini xohlarmidingiz? Albatta yozib qoldiring. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Eng asosiysi kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha